Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta bemorimizni hozir qabul jarayonidan olyapmiz. Mana Bunyodjon necha yosh edi? 6 yosh. Ularni mana kelgandagi 2 oy oldingi shikoyatlari juda ham ozg'in, bo'yinda limfa tugunlari kattalashgan. Mana bu joyda o'ng tarafda limfa tuguni hatto tashqaridan ko'rinadigan darajada limfadenit bo'lib turibdi. Diqqat kam, asabiy, ovqatlanishi yaxshi emas, shirinlik non yeydi, faqat go'sht, qozon ovqatlarni umuman yemaydigan shikoyat bilan kelgan edi. Endi bu anamnezida tug'ilgandan beri, ancha paytdan beri shunaqa, bir necha yildan beri. Bularni ko'rganimizda gijjalar topilmadi, lekin vaznlari 17 kilogramm ekan. Hozir o'lchab ko'rdik, 2 oydan keyin 19.9 bo'libdi. Tungi inuriz, surunkali immun tizim susligi, limfadenopatiya, surunkali evstaxit, surunkali o'rta otit, ovqatlanish tartibini buzilishi, surunkali tanzillit, alimentar anemiya, ichaklarda o'tkazuvchanligi susligi tashxisini qo'ygan edik. Mana 2 oy oldin bizda gastromukotit, chakandamoyi, fiarel, gepatodil, vitamin Q10, qustalxindi, virabaktol, keyin dietalarini tuzatib bergan edik. Mana shu muolajani qilib kelishdi. Mana buvisi, oyisi o'tirishibdi. Mana hozirgi onasini aytishlari bo'yicha faqat hamma shikoyatlar o'tib ketgan, tungi inuriz yo'q. Ovqatlarni o'zi tanlamasdan yeyapti. Ancha 2,5 kilogramm, 3 kilogrammga yaqin vazn oldi 2 oy ichida va shikoyatlari yo'q. Hozir bitta shikoyati mana shu o'ng tarafda tomoq ostida mana shu limfa tugunini ozgina shishi turibdi. Tomoqni ko'rganimda surunkali tanzilit holati va ustini ozroq fibrin qarash qoplagan holatda turibdi. O'tkir qizarish, yallig'lanish yo'q, surunkali holat. Mana shu bolachaga mana endi ikkinchi marta lechina yozamiz. Bularga mana mumkin emas narsalarni biz aytgan edik. Oq non, vafli, pecheni, shokolad, shakar, konfet, fast food, kola, fanta, pepsi, hid beruvchi, ta'm, rang beruvchi kimyoviy qo'shimcha qo'shilgan barcha narsalar olib tashlangan. Ovqatlanishdan tabiiy ovqatlanishga, qora nonga, qo'y go'shti, mol go'shti hamma narsa mumkin, yog'lar mumkin, shunaqa tabiiy ovqatlanishga o'tkazgan edik. Mana onalari ham xursand, faqatgina doktor mana shu tomog'ida ozgina shish qoldi, shuni ham bir narsa qilaylik deb kelishibdi. Ya'ni hozirgi bolalarda juda ham ko'p mana shunaqa holatlar ko'p. Bu bitta emas, juda ham ko'p. Mana shu holatda demak ovqatlanishni birinchi tuzatish kerak. Yengil shakar mahsulotlarini to'xtatish kerak, gijjalarni tuzatish kerak, bolalarni jismoniy tarbiyaga berish kerak va tabiiy oziq bilan ovqatlantirish kerak. Va tabiiy mana bizani zaytun metibli dorilari, tabiiy giyohlardan bo'lgan vositalar mana shular bilan zararsiz davolasa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.